Rossiyaga ketaman. Voy jinnimisan aka? Uylanadigan payting nima bor Rossiyada? Uylanishimiz ham bilan men bilyapmiz, adam tushunmayapti shuni. Tushunmayotgan bo'lsalar nimadir namyoq qil. Ada taklifnoma chiqarib tarqatib yurmaymizmi? Ne? O'rtog'im uylandi-yu, taklifnoma birga tarqatuvdim. Bir qiziq narsa ekan. Kakras borib taklifnoma chiqarib turganda hamma o'rtoqlarni tarqatib chiqqan. Bo'ldi, o'rtoqlaringizni hammasiga tarqatamiz. Ikkita stol qilamiz o'rtoqlaringizga. Bu cho'rtli choyxonaga bormayap taklifnoma bermasang. Choyxonagamidi? Ada hamma narsani jufti bor-da. Va televizorda jufti mana bundoq bosib ishlaydi. Borib qo'li bilan bossang ham ishlaydi. Endi qachongacha qo'li bilan bosaman deyman-da. Nima? Televizorda. Pult bor-ku mana. Bor, amki. Adana ishga ketdim, yaxshi o'tiringlar. Namuncha kiyiming g'ijim bo'lib yotibdi? Sizni xotiningiz bor-da, o'shachi kiyimlaringiz g'ijim bo'lmaydi, dazmol bo'lib turadi. Mani xotinim sani oying bo'ladi. Bor dazmol qilib beradi. Ada 5 kundan beri sizga namyoq qilmayman men. Bizani ham uyda to'y bo'lsa, odam qiynalib ketdi-yu, mana bu yerda kelimni xizmatinglarni qilib yurgani yaxshi-yu. Ana bu ukam poyla o'tiribdi hali. To'y bo'lsa to'yda, harakatingni qil.